Ibn Sino aytadi, qarang. Kichik gapi gapirdi. 3 kishiga may ichishga ruxsat berilgan. Dono olimga dedi. Daydi darvishga dedi va shohga dedi. Endi fikrlaylik. Ulardan biri bo'lmasang ichmagin zinhor. Dono olim aql bilan ichadi. Masalan, Ibn Sino shu darajada ilm bilan shug'ullanardi, miyalar market o'qib qilib kelyapti. Ozgina may ichadi. Boshi bilan qildi. Men buni eshitdim, bir matematikam yetdi. Boshi borganda bitta ichaman, keyin masalalarni yechib tashlayman. Olimlar uchun bu foydali. Nima uchun bularning miya nagruzkasi azobida? Daydi darvish. Yo'qotadigan narsasi yo'q. U ko'chada yashaydi. Xohlagancha ishlaydi. Shoh. Natijaga erishib bo'ldi, u xohlagan ishni qiladi. Ularni bilib bo'lmasangiz ichmangiz. Men buni buyuk faylasuf desam, bu buyuk alkash ekan-ku deb bittasi shu videoni tagida izohga shunaqa yozib yuboribdi. O'rtoqlar, nima deydi? Kim chiqsa ishonib ketavermanglar. Nima deyapti? Ibn Sinoga tuhmat qilsa, Abu Ali ibn Sino, buyuk bobomiz. Abu Ali ibn Sino Avicenna deydi. U hech qaysi kitobida aroq ichishga ruxsat bermagan, lekin tabobatda spirtdan qo'l kesilsa bakteriyalarni o'ldirishda foydalansa bo'ladi degan musulmon bo'lgan u odam. Hozir qanaqa ahli ilmlarga chiqib tuhmat qilib tashlab olsa, jim turaveramizmi? Men misol uchun mana bunaqa ham kitob o'qish kerak, bilib o'qish kerak o'rtoqlar. Hamma kitobni o'qish kerak emas. Ovqat yeyish kerak, misol uchun halol ovqat yeyish kerak, cho'chqa go'shtini yemash kerak, halol pul topib yeyish kerak. Ovqat ekanda bo'q bo'lsa ham yeb ketavermaysizlar ko'chada. Misol uchun Dale Carnegie qanaqa qilib do'stlarni qozonishni o'rgatgan odam, o'zi o'lganida uncha hech kim do'stlari kelmagan, yolg'izlikda o'zi o'lib ketgan. Endi Dale Carnegie'ning e'tiqodi qanaqa edi desanglar, nasroniy edi. Nasroniylar nima deydi? Iso alayhissalomni astag'firulloh Allohning o'g'li deydi, bir xillari Alloh deydi, bir xillari Troitsa deydi. Mana shunaqa yolg'on gapirgan odamlardan men yolg'on ma'lumotlarni olmayman. Tushunyapsizlarmi? Iso alayhissalom Xudo desa olmayman. Mana shunaqa odamlar kitob yozib chiqsa, kitobida do'stlarni qanaqa qilib topish kerak desa, o'zini o'limi yolg'izlikda o'lib ketgan. Demak, do'st o'zi topishni bilmagan odam bizga qanaqa qilib do'st topishni o'rgatyapti. Buni u gapini olmayman. Mana bunaqa faylasuflar chiqib olib Ibn Sinoga tuhmat qilsa, unaqa gaplarini olmayman. Endi nasroniylardan hamma narsani olmaysanmi deydigan bo'lsanglar, yo'q. Misol uchun to'g'ri gapini olaman. Malasheva degan bor, Rossiyada zdorovo jit degan ko'rsatuv olib borardi sog'liq haqida. O'sha shunaqa ilm bilan isbotlab berdiki, kuniga buncha stakandan spirtnoy ichsanglar, necha yildan keyin sirroz pechenga olib borar ekan, jigar sirroziga olib borar ekan deb isbotlab berdi. Endi u nasroniy ahli kitob ayollar bu gapini nima qilaman? Olaman. Lekin hamma gapirib chiqsa rost bo'lavermaydi. Hamma noto'g'ri keldimi? Olmayman. Va sizlarga ham shuni maslahat beraman.